Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Facebook Xitoyning keng ko'lamlik saxta tashviqot harakatini betishit qildi. Facebookning bosh shirkati Meta necha minglagan Facebook hisobini bekor qilgan bo'lib, mazkur hisoblar Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yoshirish, g'arb allarini tanqid qilish uchun planliq harakat qilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Meta shirkati 29 avgust 7700 dan ortiq Facebook hisobi va 15 Instagram hisobini taqib etganligini, buning shirkat tarixidagi eng chong tozalash ekanligini e'lon qilgan. Meta shirkatining to'r tahdidiga aloqador dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy tashviqoti uchun xizmat qiladigan axlat hisob va saxta hisoblar Facebook, Instagram, Twitter, TikTok qatorliq 50 necha to'r supsi va munbarlarda aktiv harakat qilgan. Meta shirkatining aloqador amaldori buning dunyodagi eng zo'r ko'lamlik maxfiy ta'sir kuch harakati ekanligini bildirgan. Xitoyning mazkur maxfiy harakatida saxta hisoblar Xitoyni va Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlarini maqtaydigan mazmunlarni, shundaqla g'arb allaridagi Xitoyni tanqid qiladigan siyosiyon jurnalist va akademiklarni tanqidlaydigan mazmunlarni ko'plab tarqatgan. Ularning asosli nishoni bo'lsa Amerika, Avstraliya, Angliya, Yaponiya, Tayvan va boshqa davlatlardagi Xitoycha so'zlaydigan omma ekan. Meta shirkatining bildirishicha, mazkur hisoblar Xitoyning o'xshamagan joylarida boshqariladigan bo'lib, harakatlari nihoyatda maxfiy ekan. Garchi ular chet eldagi har qaysi to'r suplarida aktiv harakat qilgan bo'lsa-mu, kutganidek natijaga erisha olmagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 30 avgust muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, saxta uchurlarning hujumiga uchrag'uchining amaliyotda Xitoy ekanligini, Meta shirkatining qo'sh o'lcham qo'llanishdan saqlanib, Xitoyga qarshi saxta uchurlarni tozalashi kerakligini bildirib bildirgan. Angliya Tashqi ishlar vaziri Xitoy ziyoratida Uyg'ur masalasini tilga olgan. Angliya Tashqi ishlar vaziri 30 avgust Xitoy ziyoratini boshlagan bo'lib, bu jarayonda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ahvolini tilga olgan. Angliya Tashqi ishlar vaziri James Cleverly 30 avgust Xitoy ziyoratini boshlagan bo'lib, u 5 yildan buyon Xitoyni ziyorat qilgan tunji Angliya Tashqi ishlar vaziri hisoblanadigan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, James Cleverly Beijingga yetib borgandan keyin Xitoy rejimi muavin raisi Han Jing va Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. U bu vaqtda to'xtalib, har qatimliq ko'rishishda inson haqlari masalasini tilga olganligini bildirgan. James Cleverly dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyni yolg'iz qoldirishning xato ekanligini, Angliyaning Xitoy bilan aloqada bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Angliya tarafining bildirishicha, James Cleverly ziyorat jarayonida Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligining xalqaro jamiyat uchun muhimligini o'tirg'a qo'yish bilan birga Xitoyni Angliya parlament a'zolariga qaratgan jazoni bekor qilishga chaqirgan. U yana Angliyaning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning keng ko'lamli tutqun qilinishiga bo'lgan andisini ifodalagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin tunugun o'tkazilgan axborot yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga duch kelgan bo'lib, u Angliya Tashqi ishlar vaziri bilan Xitoy amaldorlarining ikki taraf munosabati va xalqaroliq masalalar haqida suhbatlashganligi, Angliyaning o'zaro hurmat qilish prinsipiga amal qilishini umid qilganligi, Hong Kong, Sharq Turkiston, Tibet masalalarining Xitoyning ichki ishi ekanligi haqida jar solgan. Angliya parlamenti Tayvanga mustaqil davlat deb aniqlama berdi. Angliya parlamenti Tashqi ishlar vaziri James Cleverlyning Xitoy ziyoratidan ilgari e'lon qilgan rasmiy hujjatda Tayvanni tunji qatim mustaqil davlat deb aniqlama berdi. Tayvan Angliyaga rahmat etdi va Xitoy buningga qarshi inkas qaytardi. Taratqularning bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Angliya parlamenti Xitoy Angliya munosabatiga ta'sir yetkazadigan keskin bir qadam bosgan bo'lib, Tayvan Angliya Töven palatasining Tashqi ishlar komiteti e'lon qilgan dokladida tunji qatim mustaqil davlat deb tilga ilingan. Komitet dokladida Tayvan hozir Xitoy Jumhuriyati nomida mustaqil bir davlat, Tayvan doimliq nupusga ega, aniqlama berilgan rayon va boshqa davlatlar bilan munosabat qurish iqtidorini o'z ichiga olgan holda davlat bo'lish uchun kerakli bo'lgan barliq sifatlarga ega.
birdan-bir kamyeri texmo keng doirada xalqarалық e'tirof qilinishdir deyilgan. Komitet raisi Alekia Kernes Angliya parlamentining dokladda tunji qatim bundaq bayonotni o'tirg'a qo'yganligini tilga elib, bu Angliyaning qimmat qarashiga uyg'un bo'lib qolmasdan, balki dunyodagi mustabid hokimiyatlarga egilik huquqining zo'ravonlik yoki majburlash orqali qo'lga keltirilmaydiganligiga doir ochiq uchurni o'z ichiga oladi degan iboralarni ishlatgan. Doklad yana Angliya hukumati tanqid qilinib, Tayvanni qo'llashda to'liq jasoratlik bo'lolmaganligi ifodalangan bo'lib, Angliya agar Xitoy Kommunistik partiyasini bearam qilishdan bak ehtiyot qilib ketmagan bo'lsa, Tayvan bilan texmo quyuq munosabat o'rnatadiganligi bildirilgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu haqda bayonot e'lon qilib, biz Angliya parlamentining Tayvanning o'rnini qo'llaganligi va Tayvanning xalqaro so'rovlarga qatnashishiga hamdamda bo'lganligiga minnatdormiz degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Binbin bo'lsa, dokladdagi bayonotga qarshi chiqib, Xitoy Angliya parlamentini bir Xitoy prinsipida ching turib, Tayvan bo'lgunchi kuchlarga xato signal berishni to'xtatishga chaqirdi deb bildirgan. Xitoy har qanday o'zakni setib olishga boshladi. Xitoy rejimi Amerikaning yangi embargosiga qarshi tez harakat qo'llanayotgan bo'lib, Xitoyning yerim o'tkazgich sanoati yaqinqi oylarda alohida harakatlangan. Bo'libmi yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalarining importida ko'rinarli o'sish bo'lgan. Tamojna sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 6 va 7 oylardagi import taxminan 5 milliard dollarga yetib, oldingi yilga selishtirganda 70% oshgan. Bu bulturqi o'xshash mazgildagiga selishtirganda 2 milliard 900 million dollar oshgan. Bu eshish Amerika va uning ittifoqdoshlarining ilg'or o'zak ishlab chiqarish uskunalarining eksportiga cheklama qo'yishni yo'lga qo'yishdan ilgari besilgan strategik harakat deb qaralgan bo'lib, bu cheklamalarning maqsadini Xitoyning texnik taraqqiyotini ostiltish ekanligini ilgari surayotgan Xitoyning bu sohadagi tez harakati uning ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirishni va ta'minlash zanjiri masalasiga qarshi turishni maqsad qiladiganligini ko'rsatib beradi ekan. Bu arqa ko'rinishda SMIC va YMTC qatorliq chet elga tayindigan Xitoy shirkatlarining yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunlarida chet elga ig'ir muhtoj ekanligi, bu shirkatlarning zamonaviy uskunlarga bo'libmi Amerika, Gollandiya, Yaponiya qatorliq davlatlarga tayindiganligi ta'kidlangan. Amerikaning 2020-yildagi cheklamasidan keyin Gollandiyadan importning bir qatlanishi, Xitoy zavodlariga optikalik o'yma mashinalarining yetkazilishi, Yaponiyadan keladigan importning ko'paytilishi qatorliqlar Xitoyning jazolarining doirasi kengayib bo'lguncha tez sur'atda harakat qilayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Amerika Savdo ministri Xitoy mablag' selishga bo'lmaydigan holga kelishi mumkin dedi. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo Xitoyda xalqaro maslahat berish shirkatlariga qilinayotgan besib kirish va shirkatlarga qarata sababsiz jarimalarning bu davlatni Amerika savdo jamiyati uchun mablag' selishga bo'lmaydigan holga akiladiganligi haqida ogohlantirdi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika savdo ministri Raimondo tunugun 4 kunlik Xitoy ziyoratining oxirgi kuni Shanxaydagi Boeing Shanxay Aviasiya mulozimat aslahalarida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zining Beijingdagi uchrashishida Xitoyning yuqori darajali rahbarlariga Amerika shirkatlarining savdo muhitiga bo'lgan andisini yetkazganligini bayon qilgan. Raimondo Amerika shirkatlarining bu yil Xitoyda yo'lga qo'yilgan josuslikqa qarshi turish qonunidagi aniqsizlik, maslahat berish shirkatlariga qaratilgan hujum, sonliq ma'lumot tekshirishining ching'itilishi va qoidaning o'zgarishiga munosabatlik zarur uchurlarning yo'qligidan og'rindiganligini bildirgan va Amerika shirkatlarining bu masalalarga qarata qadam bosishni umid qiladiganligini, aksiga bo'lganda ular savdo muhiti bak xatarlik, hatto mablag' selishga bo'lmaydi deb yakun chiqaradiganligini ta'kidlagan. Raimondo shirkatlarning uzun yillardan buyon Xitoy raqobatchilarining texnika o'g'irlash va nafsoniyatchilik qilmishlari haqida og'rinayotganligini tilga olib, ularning sabri tugash oldida degan jumlani ishlatgan. Raimondo Xitoy o'tirg'a qo'ygan 24 moddalik mablag' solg'uvchilarning sharoitini yaxshilash planini qarshi olganligini bildirib, biz so'zlangan bu planni amaliyotda sohada ko'rishimiz kerak degan. Amerika Xitoyni g'azablantirib, Tayvanga harbiy aslahalarni yo'tkashni tasdiqladi. Biden hukumati odatda egilik huquqliq va mustaqil davlatlarga qiladigan yordam turining bir qismi sifatida
Amerikaning Tayvanga harbiy yordamlarni yo'tkashni tasdiqladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi palataga harbiy setish to'g'risida ma'lumot bergan bo'lib, mazkur harbiy aslahalarning birlashma mudofaa iqtidori va Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini kuchaytirish va dengiz okean rayonining aniq belgilanishi, shundaqla dengiz okean bexatarlik iqtidorini oshirish uchun ishlatilganligini bildirgan. Bu qatimqi yordam turi Amerika ajratgan 2 milliard dollarlik mablag'ning faqat 80 million dollarlik qismi ekanligi e'lon qilingan bo'lib, bu ahvol allaqachon jiddiylashib ketgan Amerika Xitoy Tayvan uch bo'lingidagi arg'amchining texmi chingiyib ketadiganligining signali deb izohlangan. Amerika ko'p yillardan buyon Tayvanni chet el harbiy aslaha setib berish va yordamlar bilan ta'minlab kelayotgan va buni normal ahvol deb qarab kelgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimi buni Amerikaning Tayvanni bir davlat deb e'tirof qilganlik ma'nosiga keladiganligini ilgari suradigan bo'lib, Xitoyning buningga qarata qanday harakat qiladiganligi diqqat nuqtasi bo'lmoqda. Turkiyada Zafar bayrami alohida tabriklandi. Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligi 30 avgust Zafar bayramini maxsus sin ishlab tabrikladi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligining ijtimoiy taratqudagi adresida ham baharlangan silliq tabrik telegrammasida urush paytlarining koni suratlari bilan Turkiya armiyasining navbatdagi yerlik va milliy qurol, o'q-dora va mashinalar bilan elib borgan zarba berish harakatlari va manevrlarining ko'rinishlariga o'rin berildi. Prezidentlik uchur aloqa idorasi yana 30 avgust Zafar bayrami va Turkiya qurolli qismlari bayrami munosabati bilan Istanbuldagi tarixiy joylarni nurlantirdi. Galata Munari, Haydar Pasha poyezd stansiyasi, Dolmabog'cha Qasam darvozasi, Bayazit o't o'chirish atriti Munari, Kulali harbiy o'ttir maktabi va Beshiktosh dengiz muzeyida nur bilan bo'yash texnikasi orqali Turkiya bayrog'i aks ettirildi. Prezident Erdo'g'an Turkiya Cumhuriyeti Prezidentlik mahkamasida o'tkazilgan 30 avgust Zafar bayrami alohida konserti va 100-yil marshini e'lon qilish marosimida so'z qilib, rayondagi krizislarning hal qilinadigan yeriga aylangan, bexatarligi va farovonligiga tahdid bo'layotgan ishlarni bartaraf qilib, kuchini do'stlari bilan o'rtoqlashayotgan Turkiyaning qad ko'tarishi davomlashadi, dedi. Erdo'g'an so'zida yana bugungi kunda Turkiya Cumhuriyeti chorak asr, yarim asr yoki bir asr ilgariga qaraganda siyosiy, iqtisodiy va harbiy vositalar bilan texmi kuchlik va texmi ilg'or, dedi. Va dunyoni tushunadigan, Turkiyaning haqiqiy yoshirin kuchini biladigan va o'z ilkidagi narsalarning qimmatini tunib yetgan xalqimiz bilan birlikda nishonlarga qarab qadamma-qadam ilgirlaymiz deganlarni qayd qilib o'tdi. Hürmetli görürmelerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atiki programmada ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.